Bismillahirrahmanirrahim. Yukarı dersimizin devamı. Şeyden başlayıp inşallah. Vel hazbu hatmun ma'atin bedela min fi'lihi kenedlelez kendula. Hazb kılış. Nin hazb kılış? Yani mastarninki amilni hazb kılış vaciptir deydi. Tevenki misallar, tevenki narsalar. Nimeden? Üzüm pilden bedel olgan. Bu bedel de karab. Bu meslerinin amilini ço az kılış vaciptir deydi. Meselen nedlen koşuş ki bu nedlengen mesler diyene o medlen koşuş ki undula diyen koşuş. Undul. Nedele yendulu undul. Bu emir sigisi. Bu undul diyen kelimeden pil emriden nedlen degan mastar mahz bo'lib ketdi-da. Nedlen degan mastar kelibdi. Buning masri nedlen ekan. Buningki omili undul degan emri shu. Bu yerda endi mastarimiz omil bo'lgan undul haz bo'lib keldi deydi. Mushunga o'xshash haz qilish bor deydi, haz qilish vojib deydi. Kaçan qayerda desa, yana mastarchu o'zing fe'lidan mana bedel bo'lib tushsa. Masalan, o'zi saqiyan, saqiyallak deganlikni yani saqakallohu saqiyan degandek masalan. Hamida hamdan hamidallohu yoki nima deymiz, undan boshqa qiyoman qiyoman deganda qum qiyoman degan bo'ldi-da. Qu'udan deganda umushu shundoq. Qu'udan la taq'ud qu'udan degandek masalan. Bundan çok mana mastarning omilni mushu tavanki bir necha o'rinlarda vojib tariqada hazb qilingan. Val hazbu hatmun degani shuda. Ma'atin degan tavanki o'rinlarda. Birinchi qachon mastar o'zining fe'ldan bedel bo'lib kelsa. Mastar o'zining fe'lidan bedel bo'lib kelganda qanday qiladi? Bu fe'lni mastarning omilini hazb qiladi. Chunki bedella mubaddil bedel ve mubaddel bir yerga jami kelmaydi. O yüzden bu hazb qilindi deydi. İkinci o'rin yana mastarchu mastarning omili hazb bo'lib kelish, hazb qilinish vojib. Qachon desa mastar istifhomdan keyin ularni tavbih deb qo'ydik, malomat qilish, ayblash degandek. Ularni tavbih yani malomat qilishni maqsad qilingan mushu istifhomdan keyin mastar chiqib qolsa, mastar kelib qolsa, shu mastarning omilni ham hazb qilinadi degandek. Onun da mesela etavaniyen ve kad alakel meşibu deb qo'ydik. Etavaniyen ve kad alakel meşibu. Tavana yetavana. Tavaniyen mastar oldu da. Aslisi etetavana demekti de. Etetavana tavaniyen ve kad alakel meşibu demekti deydi bunun da. Bu yerde tavaniyen tefaale yetefaalu. Bu bab eğer yayıp kap kalsa tefailen ve zikirde. Vavuyup kap tefaulen. Mesela tavana yetavana tavaniyen mastar. Bana etavaniyen dedik. Meğerdeki hemze nimini maksat kıp gelgen degende bu tevbihni, eyüplaşni, malamet kılışni maksat kıp gelgen hemze. Bu şu hemzden kin geldi de ama tevbih maksat olan hemz spam. Hemz spamdan kin gelgen
Muşu nimnimo muş mastarning omilini bu yerda tatavana degan bu omilning nimani bu mastarning bu omilini mazb qilindi shunga o'xshash. وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث أن عليه. وبرناسي كي يعني مسترن عاملين وجود تريد هز قلنا دمشق وما لتفصيل كإما وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث أن. Yani qanday qilindi deganda yana mastarning omili ham vojib tariqada hazb qilindi deydi. Qachon tushsa ash mastar nim bo'lib o'zidan ilgak bo'lgan narsaniki oqibatini o'zidan muqaddim bo'lgan o'zi ilgari mastardan ilgari bo'lgan narsaniki oqibat natijasini shu tafsillashtirib tushmoqchi bo'lgan bo'lsa. Bu vaqtda qanday qilindi deganda mastarning bu omilni hazb qilindi. Alloh taolaning so'zi vakanda Qur'oni Karimda ketganda hatta iza asxantumuhum fashuddul vasaqa fa imma mannan ba'du va imma fidaa degandek. Bu yerda qanday bo'ldi deganda mannan deganda tamunnu mannan demakchi-da. Tapidu pidaan degandek. Mashadagi fe'l mastarning omili mahzub keldi. Ularni tapsanglar, qayerli tutib olgan bo'lsanglar yoki qattiq bog'langlar, bog'lab ya uni ihson qilinglar, ya ulardan cho fidya aylanglar degandek masalan. Bu yerda tutib bog'langlar degandan fa imma mannan ba'du va imma fida bu ikkisi mushu nimniki bu masdarning buniki masdarga bu ilgari bo'lgan mushu oqibatni tafsil qilib kelgan bo'ldi. Ya anda qilinglar, ya manda qilinglar deb. İlgaki hükümünün tafsilatını bayan qildi. Fa imma mannan ba'du va imma fida. Ya konuga yaxshilik bilan muomala qilinglar, quyvatinglar, ya konuga fidya aylanglar degandek. Mushunga o'xshash bu mastarga ilgari bo'lgan narsaning oqibatini tafsillashtirish uchun kelgan bo'lsa. Nima? Bu yerdagi mastar. Mushu vaqtdagi ham mastarning omilni hazb qilish vojib deydi. Fa imma tamunnu mannan ba'du va imma tafidu pidaan degan o'xshash asli. Deydi. Demak, tafsilat uchun kelgan bo'lsa, ilgakining hukmini tafsillashtirib kelgan bo'lsa, imma mandan o'xshash uning omili ham hazb qilindi. Kagayliyada deydi. Xo'sh. ومنهما كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل اسم عين نستند. Şuna o'xshash qanday qilindi deganda yana mastarning omilni hazb qilindi. Bu vojib hazb qilinishi vujub tariqada hazb qilindi deydi. Bu yerda mastarning omilni hazb qilishi vojib. Qachon mastar qanday qilganda deganda bir muayyan bir ismga bir ayn bir ismga yo'nilib kelgan qachon naib bo'lgan bo'lsa mastar bir pilda naib bo'lsa u pil bir ayni bir ismga uningdan xabar olib kelgan bo'lsa shu vaqtda bu nimani mastarning omilni ham hazb qilindi deydi. Masalan Zeydun sayran sayran degandek. Ona takdirim nima? Zeydun yasiru sayran demekçi. Bir yerde yasiru degan bu pil mastarning omili mahzub ketdi. Bu mahzub bo'lishi vujub tariqada mahzub bo'ladi. Vujub tariqada.
Nima uchun deganda bu takror topquchi birinchi sayranninki ash yasirning o'rnida kelganligi uchun bu yerda masarning omiliki taqdirma yasiruni az qilindi deydi. So'ng'ish takror qilinguchi. So'ng'ish takror qilinguchi zaydun sayran deganning o'zidimi taqdir edilgan bo'ldi deganda zaydun yasiru sayran degan bo'ldi. Buningda ben yasiru degan pil az qilindi. Nima uchun vujud tariqasida hozif qilingan bo'ldi? Nemishqa desa, bu takror topqishniki birinchi masdarning shu pilning o'rniga yasirning o'rniga kelib uchun deydi. Shuning o'xshash kada mukarrarun degani shunsish masdarning omilni hazf qilish vojib demakchida. Shunsish mukarrarning o'zimi qanday qilindi takror topgan masdarning omilni hazf qilindi deydi. Yoki bu nim bo'lsa, bu mastarcho mahsur bo'lgan bo'lsa, mahsur degan bir gap bor, har odat, har nima bilan odati nafi va odati istisnoning kirishlar mahsur bo'lgan ishlar bor. Masalan, ma zaydun illa sayran degandek. Buning taqdiri nima? Ma zaydun illa yasiru sayran degandek. Yani yasiru degan ma'noda nima bo'ldi? Bu masdarning omili vujub tariqida hazf qilindi. Chunki bu nima bo'lib keldi? Mahsur bo'lib kelgan. Shunga o'xshash masdarning omili vujub tariqida hazf qilindiqani mukarrarnimi va hasrning egisnimi. Ya'ni hasrki mahsur bo'lib kelsa demakchi. Ma zaydun illa sayran degandek. Taqdiri nima? Ma zaydun illa yasiru sayran degan bo'ldi. Yoki va innama zaydun yasiru sayran degandek. Hasrgan illa bilan bo'ladi yoki innama bilan bo'ladi. İlla bilan bo'lgani ma zaydun illa sayran. Taqdiri ma zaydun illa yasiru sayran. Innama bilan bo'lganicha innama zaydun innama zaydun sayran. Onun takdirci ma zaydun illa yasiru sayran degan bo'ldi. Bir ishkilsida bunda vujub tariqida bu yerdagi masdarning omilicha hazf qilinadi deydi. Chunki bu ta'kid mushadiki takrorning o'rniga kelishga. Agar takror bo'lmasa yoki bu mahsur bo'lmabdi. İlla yoki innama bilan mahsur bo'lmasa hazf vojib emas. Zeydun seyran degandek. Takdir nima? Zeydun yasiru seyran. Xohlasak buni azib qilsak bo'ladi. Zeydun seyran deb. Xohlasak ashbet ekvasakmi ekasakmi mayli. Zeydun yasiru seyran deb. Qolg'ini hamda vallohu a'lam. Xo'sh. ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا. Yani muşu amili, o meslerin çoğu amili vücub tariqida az kılgan nasin qatarıdın onu el muakkidu li nefsihi ve el muakkidu li gayrihi degan minasvaken. O minhu degani aşşu meslerin amilini vücub tariqida az kılgan nasin qatarıdındır. Bir narsa vaki davet çakırdı. Ataydı ya ki o nahvel malır onu muakkidan li nefsihi ya ki muakkidan li gayrihi degan ataygan minasvati. Muşunun üzümü çoğu degende muşu muakkiden li nefsihi ya ki muakkiden li gayrihi dep atagan narsanın üzümü çoğu onun amilini vücub tariqida hazf qilishwa deydi. Mesela qandaq desa bu öz nefsini, özünü ta'kidlovchi masdar qaysi desa masalan onundan başqası fakat ihtimali yo'q bo'lgan bir jumladan keyin kelibdi. Bu masdar. O vaqtda ay masdarning omili hazf qilindi. Qanday masalan lahu alayya alfun urpan debdi-da.
asosiy e'tirofen demekçi de bunda. O adam için mening gernimga ming va örpen yani e'tirofen demekçidir. Ming dirhem ba, ming koy pul va, onu bir itiraf kılış va, itiraf kılık cehdeden. Yani örpen yani e'tirofen. Yani a'tarifu e'tirofen demekçi de. Mesela a'tarifu degan amil hazf qilindi. O adam uchundir mening gardimga. Mening zimnimgadir menga va. Men uni e'tirof qilinman degandek. Lahu alayya alpun urpan. Ay i'tirafan. Hem bu i'tirafanın ki bir amilasi a'tarifu i'tirafan degandek. Müşrik a'tarifu i'tirafan degan Muşu amil ve amilinin muakkedi çoğum ya da özün tekligen buldu demedi. Amil muakkid li nefsihi oldu. Yani öz menin geldiğimge o adam için menin geldiğimge min koyuva dep öz nefsini özünün ikrarını tekligen buldu. Bu itiraf yoki örpen nima bu mastar ki mensup bu nimalan vücub tariqida mahzub bo'lgan fillan mansub. Buni muakkid li nefsihi deb ataladi. Chunki bu o'zi burunqi jumlani kuchlantirganlik uchun. Bo'lmasa men shu odam minko kazva lahu alayya alpinsin bo'ladi. Ama ve urpan deyishi, ay i'tiropan deyishi, ama bunu itiraf qilinman degandek shu urpan degan kalimacho lahu alayya alpun degan o'zining ilgakini kuchlantirib berdi. Yani bu muakkid li nefsi oldu, özünü ta'kidlovchi oldu da. Bunun da maliyati kelganda bunun amilini vücub tariqida hazb qilinadi. Muakkid li nefsi olsun deydi. Xo'sh. Ama muakkid li g'ayrihi yo'q. O ikki ehtimal var. Kendi öz yukarı degandek özünki yukarı cümlenin ta'kidlash ihtimali varken yoki onun g'ayrihi mi ihtimali varken. Hmm. ومنه ما يضعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا öz nefsiga öz nefsini ta'kidlab onunki amilninki vujubi mastarninki cho bu amilninki mahsu vujub tariqida mahsub bo'lgan narsa qatoridir bir narsa borki ataydi chaqirdi ular u narsa muakkid li nafsi yoki muakkid li g'ayrihi deb ataladi مثلا نحو له علي ألف عربة degan o'xshashlaydi. Masalan bu gapning boshlang'ichi mana shu. Lahu alayya alfun urpa. O adam uchun mening gadimga ming va degandek. Urpan yani taqdiri i'tiropan degan bo'ldi. Urpanning ma'nosi i'tiropan demakchi deydi. Bu şey i'tiropandan ki amili, shu masdarning amili bo'lgan a'tarifu. I'tiropan degan shu amilning amilni qanday qilindi vojib tariqada azb qilinadi deydi chunki bu o'ziniki lahu alayya alpun degan o'zi maqoblisini taqviya yoki ta'kid qilib chingitib berganlik uchun deydi ikkinchisiki li g'ayrihi o'g'ni والثاني كابني أنت حقا sirpa ikkinchisi bu o'z nafsi uchun emas o'zining g'ayri uchun bo'lgani muakkid li nefsihi yoki muakkid li g'ayrihi degani shu. Bu yerdagi jumla hamda uningdan ilgaki jumla. U o'zi uchun bo'lishi ham yaraydi va o'zining g'ayri uchun bo'lishi ham yaraydi. Masalan, qandoq desa ibni anta debdi. İbni anta haqqan sirpa. Mening o'g'lim sen. Haqiqatan xolis mening o'g'lim debdi. Bu haqiqiy bo'lishga ehtimolimi bor. Haqiqatan mening o'g'lim, sen bo'lsang xolis mening o'g'lim degandek. Yoki bir mehribonlik qilib o'g'ilning o'rnida bir odamdan ketib qolganlarda ay bolam ay o'g'lim degan bir gap bor masalan.
Bu mecazen mandak buluş onda ihtimalim o bu. Mesela bu bir mehribalıkın ornu durup. Ama bunun da kandak oldu degende bir yerdeki hakkan degen bir nimba. Hakkan sırpa. Mesela hakkan degen mastar oldu. Bunun amili mahzup oldu. Ahikku hakkan sırpa degендek mesela hakkanınki amili mahzup oldu deydi. Meyli o öz nefs için kelsin, öz nefsini ta'kidlash uchun bo'lsin, o'zini g'ayrini ta'kidlash uchun bo'lsin, bu yerda mastarning omilini hazf qilish vojib deydi. Xo'sh. كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليبكا بكاء ذات عزلة deydi. Şunun şuna qanday qiladi? Buni hammasi shunaqa mastarninki omilni vojib tariqada hazf qilishningki boblar ekan bu. Shunga o'xshash hazf qilish vojib kaza degan. Shunga o'xshash mastarning omilni hazf qilindi. Bu hazf qilinishi vojib tariqada hazf qilindi deydi. Qachon deganda buningdanchu bir nimaga uning bilan bir tashbih maqsad qilinsa, bu tashbihni egasi bo'lsa bir jumladan keyin bir tashbihni egasi bo'lgan bo'lsa, ya'ni ondan demakchi bir jumladan keyinchi bir tashbih maqsad qilinsa, bu jumla o'z ichiga olgan bo'lsa, bir mastarninki foilini bir ma'nodachu mastarning foilini o'z ichiga olibdi. Bu vaqtning o'zidami mastarning omilni hazf qilindi deydi. Mesela Zeyd'in savutun savuta himarin diyormuşuz. Zeyd ahun diye adam için eşeknin avazdak bir avaz var depti. Mesela savuta himar nim oldu? Bu mastar oldu. Bu mastar ki okşugan bir okşulgan mastar oldu da mastar teşbihi oldu. Bu vacip tarikada mahzup olan pillen mensup oldu da bu. Savuta himar diyen savut sata yasutudun chiqqan yoki savvata yusavvitudan chiqqan bu mastar mansub bo'ldi. Nima bilan? Fil mahzub bilan. Taqdir nimasi? Zaydin savtun yusavvitu savta himar degan. Zaydaxun adam uchun bir ovoz bor. Ovoz qiladi bu xuddi eshakning ovozdek ovoz qiladi dedi. Bundan burunqisi nima? Uni bir jumla bor. Zaydin savtun degandek. Bu yupishqan ana. Zeytin savtun bu yupishqan nimaga ma'noda bir poyil bo'g'chiga yupishqan. U kim edi? U ma'no poyil. Ma'no poyil zeytin savtun. Zeydiga adam uchun bir ovoz dedik. Ovoz berguchi zeytdi. Ammo labzan bu majrur bo'lgan bo'lsin, ma'noda bu poyil bu. Va shunga o'xshash masalan bukaa as-sukla. Nima? كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليبكا بكاء ذي عزلة ذات بكاء ذات عزلة شونشش مثلا بكاء سكلا دەپتۇ دەل تۇل ئاياللارنىڭ يىغىسىغا ئوخشاش يىغۋا مەن ئۈچۈن بىر يىغۋاكى ذات عزلة تۇل خوتۇننىڭكى تۇل ئايالنىڭ يىغىسىغا ئوخشاش bir yig'lashva dەپتۇ masalan o'sha buka suklachu bu yerda uniki mahzub bo'lishi vojib bo'lgan pillan mansub bo'ldi. Bukaa as-sukra deb. Bukaa zati uzla degan o'shadagi buka vojib bo'lish mahsub bo'lgan pillan mansub. Taqdiri yabki buka as-sukla yoki bukaa zati uzla degan gap bo'ldi deydi. Eğer bunu yukarıda bunu şiş bu mastardan birinchi bu jumla bo'lmay qilib qolsa uni nima qilolmaydi? Uni rafiy qiladi. Rafiy qilish vojib.
Mesela savtuhu savtu himarin degandek. Bu adamın avazı eşek avazıdır. Ve bukauhu bukau zati uzla degandek mesela. Yani demek bunun beşikçi nim buluş gerek? Bu cümleden keyin kelish gerek. Bir narsa o'xshatgan bo'lib, tashbih egasi bo'lsin bo'ladi. Tashbih egasi bo'lish kerak. Mesela adamın avazı zeytniki nimaga eshakni ovozi o'xshatdik. O'xshagan bo'lsa bo'ladi. Ammo u jumladan keyin kelsa bo'ladi. U o'xshash. Agar jumla bo'lmay qolib qolsa, uni rafiy qilish vojib bo'ladi. Jumladan keyin kelganda uning omili bu masdarning omilicha vojib tariqada hazf qilinadi deydi. Öyle degandek, Zeydin savtun deganing o'zida bu bir jumla bo'ldi. Bunun taqdiri nima deganda Zeydin savtun savta himarin degandek bu mastarki bu o'xshilgan mastar savta himarin. Bu nimaga odamning ovozi eshak o'xshatdi mastarki o'xshilgan mastar tashbih bo'ldi-da. Bunun bu fe'li hazf qilindi vojib tariqada. Taqdiri yusavvitu savta himarin degandek. Ondan burun cümle var. O olsun Zeydin savtun. Yani bu nime bu manen paylığı pışkan. Onu avaz koğuçu, jığılıqçı Zeydahun zade. Ee, Bu aletning uzlumu qanday qilindi deganda shundoq bir omilning mastarniki omili hazf qilindiki u bundaq o'qishishniki egasi bo'lgan mastarninki omili hazf qilindiki bu o'qitish jumladan keyin kelgan bo'lsa bo'ladi li bukan buka azati uzla deganga o'xshash men uchun bir jig'voki bir tul ayolninki jig'i so'shish bir jig'vo depti. Mana o'zining ovozini bir mazlum bir to'xtinki ovoziga o'xshatgan bo'ldi. Li bukan deganda bu bir jumla bo'ldi ana. Ha, li e, li masalan bukan e, e, deganda mana shu jumla jar majrur e'tibor bilan bukan li bukan mavjudun li bukan hasilun li bukan mustaqirrun degandek bu jumladan keyin keldi bu yerda. Buka zati uzla. Ebki buka zati uzla degandek. Mesela buka degan masdarning omili hazf qilindi. Nima uchun tashbihdan keyin keldi? Va uzran tashbih egasi bo'lgan jumladan keyin kelgachga li bukan degan shu jumla bo'ldi ana. Bu yani tashbih egasi bo'lgan jumladan keyin kelgachga bu yerdagi masdarning omilini hazf qilish yuqorida vojib bo'lganga o'xshash bunun uzdumu vacip olur o değil. Hem buna ışkındık başka bir şart o bu mu yok. Fakat likellam cümleden killam kasb olur bu değil. Cümleden kinki o cümle bu teşbih son cümle olsa şart şu başka şart yok. O meslerden amilini az kılın o az kılış vacip. Eğer cümle olmayı kep kalsa o vakit terapi kılın o değil. Bugünkü dersimiz inşallah ışık kutlu olsun. Ee, aldığımız hepteki kelek dersimiz aldığımız hepsi oldu. İnşallah hep darlıkta. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.